Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Salomatsizlarmi? Hurmatli do'stlar, erta men yaxshi ma'noy menen Xudaydan so'rab, yaxshi bir o'qiyalar bergin deb Xudaydan so'rab chiqqan edim ko'chaga. Bugun suyunuvchim sizlar menen bölüşmekçimin. Mına hazır biz Благовещенка айылына qonoqqa keldik, açığını aytayın. Kollegalarım yaxshi bir yerge qonoqqa chaqirishdi. Hazır uşul suyunuvchim meni sizlerge bir bölüşüp koyun. Yaxshi bir o'qiya bo'lib chatat. Ötө bir ibrattуу desek деле боло берет. Dostlar, assalomu alaykum, salamatsыздарбы? Assalomu alaykum. Salamatsыздарбы? Qandaysыздар? Hurmatli dostlar, biz Anvarjan Ajavaның үйүндө мына конокко келдик. Коллегаларым Благовещенка айылына конокко чакырышты. Bir жерге bir жолугуп келелик деп, алдын ала барсамбы, барбасамбы деген ой болду. Бирок барганымдан эч өкүнбөйм, убактым өткөндөн. Мына ушул жердин ажайып инсандарынан бири Anvarjan Ава мына бүгүн 70 жашты каршылапты. Куттуктаймын. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. 76 жаш экен. Мен адашыпмын. Кандайсыз, тынчпы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Көрүнүшүңүз жакшы. Жакшы көрүнүптү. Кичине биздин көрөрмандарга дагы, элибизге дагы кичине бир сөзүңүз болсо, ушул 76 жашка киргиче кандай сизде сезимдер бар? Кандай сөздөрдү айтмактысыз? Ошо кичине бир сүйлөп койсоңуз. Ömür bergen eken 76'ya girdik. Bunga kirişten maksat endi köprak işlep köprak kımıldasa adam Allah Teala kol tutsa koysa hareketke bağlı ekende köprağı yaşasın. Özünü özü her narsege vurmasdan bir rejimde alı yürüp ancha muncha bor yo'qqa chida yursa Allah berar ekan hamma yo'q. To'g'ri. Shunga yoshlarga aytamizki, köpem urinib berinib ukam bukam deb o'zini yo'q yoqqa urgandan ko'ra sekin sabr qilib bir Xudo berganiga shukr qilib yashasa Alloh beradi. Umrni ham, rizqini ham, bola chaqani ham ko'p narsa kelib ketuvchi narsalar. Qoladigan shu yaxshi so'z, yaxshi bir odamda hunari yoki bir nimasidan bir esdalik qoladi-da, yo yaxshi bola qoldirsa, yo yaxshi aka-ukalari bo'lsa, shulardan bir yaxshilik qoladi deb o'ylayman-da. Endi hamma yashovi har xil, lekin hammamiz ham bir toza yashab, mehnatman topib tutib, bola chaqa boqib, nima qilsak qiyin kuchlik bo'lmaydi-da Alloh taolo. Hammasi mehnatda, halollikda topish tutishdi. Shunga bog'liq deb o'ylayman-da. Çok rahmat. Dagı bir jolu, dagı bir negizgi suroom bergim kelet-da. Biz dele sizin жашыңызга жетели. Шул элге сүйүктүү, анан небере чеберелерибиз менен ушундай сүйүктүү атасы болуп, чоң атасы болуп жашайлы биз дагы. Дагы бир назик суроо мен көп бергим келет. Ушул жашка чыккыча, мына жашка чыктыңыз, эмнеден өкүнөсүз? Өкүнгөн нерсеңиз барбы? Endi ko'p narsalarni plan qilib qo'yganmiz, shunga yetmay qolsammi deb o'tkinganim shu yana bir yaxshi kunlar bo'lyapti. Mana o'kimizimiz yo'llarda, ko'chalarda, joylarda qo'yib odamlarni hamma yo'g'ini tekizlab beryapti. Burun ko'p yillarda bunaqa bo'lmagan. Mana hozirgi buzgan yo'llarni qarasa, taglaridan bir narsa oqlatlar. Hozir toza qilib yo'llarni tagigacha tozalab, ustini mana darazalar tagigacha suvlarni olib kelib, supurib tozalab beryapti. Mana elab shuni yana patak turishimiz kerak. Hozirgi hukumatimizga, oila hukumatdagilar bundan kattalarga, podshohimizga, vazirlariga, hammalariga ko'p eldi nomidan, to'g'ri tushungan eldi nomidan rahmat aytamiz. Umrlari rizqi Amin. bo'lsin. Alloh taolo yana qilayotgan ishlarini davom etib, plandagilarni bajarib, elga xizmat qilib, ular ham katta yoshga borganda orqasidan qolayotgan ishlarni ko'ziga ko'rgan bo'lsin. Alloh taolo vatanimizga ko'z tegmasin, mana tinchligi bo'lyapti, barakatli bo'lyapti Alloh taolo. Yoshlarimiz mana hozir hamma yo'qqa tushunib qoldi. Endi ishni yoshlarga boradigan bo'lib qoldi. Qollarimiz qo'limizdan gapla qoldi endi. Yoshlarimiz bizdan keyingi yoshlar bu ishni davom etib borib, mana shu vatanimizni mahkam ushlab, barakali qilib, ko'p yashashib yurishga
yan qo'shni mamlakatlar bilan borsa kelsa qilib yurishga nasib qilsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Sizlarga ham rahmat qizlarim, o'g'llarim. Ava dagı bir sizge akırkı sorum. Çınında şu yaşoda baktılısızbı? Baxtli deb aytsam u oz. Az degan? Degan endi odamga ko'p narsa kerak. Baxtli degan men sizlar ukalarim, mana endi bolalarim, chaqlar hamma bu degan yana ko'chada shuncha do'st yorlarim bor. Ko'p odam taniyman. Meni ham tanishadi xudo xolasa. Biror yerda bir yomon degan gapni eshitmasdan yurishga nasib qilsin hammamizga ham, orqamizdan ham, oldimizdan ham. Faqatgina shu yaxshilikda yaxshi gaplarni eshitishga nasib qilsin. Shunga harakat qilaylik. Vaqtli bo'lamiz hammamiz. Amin, amin, amin. Zamonimiz yana tinch bo'lsin, yaxshi ko'rishga nasib qilsin. Sizlarga rahmat. Mana Amin. Sizlar deyishinglar ham oson emas. Yerga oson o'xshagan emas. Har bir odamning ko'nglidagini topib deb so'ragan nimasini berasizlar, mana yo'q yerdan topib berasizlar, yo'q deydimi, boshqa qiladimi? Shu qilib, bitirib berib, mana sizlar ham ko'p yashayinglar, sizlar ham qaraganda, orqanglarga qaraganda bir istaydigan narsalar bo'lsin. Amin. O'g'linglarga, rizqinglarga baraka ber, el oldi bo'lib yuraveringlar. Mına biz de kurup kalmadık. Mına dasturxan bizge dasturxan salçısı atayın uvara bolup alınala çoğun rahmat üybülöğünüzge, özünüzge anan bizim kollegalar dele özünün belegi menen kelgen eken аны дагы азыр тапшырып коебуз. Мына ажабага белектерди тапшырып коелук деп. Olun, sağ olun, bunaka ömürlerden en 2-3 yaşını görün. Şimdi arzumagan dinde sağlar var. Hadi bu. Allah şunçalik men o'zimcha qilımına. Yapan bunu yana ishlab beraman, xudo xolasa. Cumhuriyetga. Xudo xolasa işteyiz. Ayalı, inesi, Yetgancha yoshlar orden. Sıylık kutlu olsun. Rahmat. Olsun. Acaba. Mana Ömür görün. rahmat. Koydu. Tatlarını deli eken. Tutayız ha? Tutayız buna. Kol çapkırla. Tutayız ha. Son kutlu olsun. Amin. Allah'ın tinch olaylik, zamanımız tinch olsun. Hizmetimiz kuruşken bana tayyar, biz ham tayyarmiz Allah Teala. Nasipse ömür versek, olsa aytgan kunlarga ham tayyarmiz Allah Teala. Tinch olaylik Allah'ım. Qayerda bo'lsa ham Дагы бир жолу куттуктайбыз. Ар дайым ушу үлгү болуп, ушул жердин аксакалы болуп, атаңызды берип жүрө бериңиз. Ар дайым мына актив иштериңизден жалпы эле эл билет сизди. Биз сиздин мына ушундай юбилейиңизде турганыбыздан өтө бир кубанычтабыз ачыгы. Биз деле бактылуубуз. Бактылуу деген сөз бизге дагы аз деп ойлойм. Чоң рахмат. Кичине Фаридеже ушул жерде депутатсыз эл өкүлү, силер чогулдуңар. Айнура, сиз мына ушул демилги көтөрүпсүңөр. Кичине бир сөз сүйлөп койсоңуз, аксакал жөнүндө дагы. Мага деле аяштан болуп чыкты. Сиз дагы аяштаңыз экен. Ажакебиз айылда бул үй бүлө эң мындай үлгүлүү үй бүлөдө бала чакасы менен, бар тууган уругу менен ажакебиз жашына карабай мына азыркы күнгө дейин айылда кандай маселе болсо биринчи ажакеден кеңеш алабыз. Ажаке дайым биздин жаныбызда да үй бүлөсү мененчи. Балдарын көрө тастар, уулдарыны, неберелерин бүт бардыгы тарбиялык, имандуу, инсаптуу, ушу жамааттык иштерде эң актив катышып турган ул кыздар. Ошо ден соолугуңуз чың болсун. Бүгүнгү 76 жашка толганыңыздан куттуктайбыз ажаке. Бар болуңуз, айылыңыздын ушундай көрктүү ошо аксакалыбыз барганда сыймыктанабыз. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Дагы бир сөз. Qancha bo'lsa bosib yursam, sog' bo'lsa xizmat qilaman Xudo xolasa жалпы Кыргыз элине, жалпы Кыргызстанга menga bunchalik nima qilgan Alloh, ikkinchisi
Mana menga bir ayolim bor. Ko'rsatsam ko'rsatib ketay. Assalomu alaykum. Salamatsizmi? Bolalarni hospitaliyasini ayol tutgan hammasi. Qarang, sizga ayricha bunda o'zgacha rozichilik bildirib жатadi. Har bir erkakning eli qo'ldan kelmaydi. Ina deb topadi. O deputat bola yurdim, arkamdan qilib yurdi da arkamdan. Ay молодец. Nasıl jolni birga bosib o'tdinglar. Ayvay, sonun ulguli uy-buli. Ne deysiz? Bizga dag'i cho'ng ulgu bo'ldi. Bizde sizlarning yo'linglarni bosib o'tdi. Yo'llarni bosib yuraringlar. Nevere çevreler dag'i aytib o'tsangiz, qancha nevere çevreler bor? Chol aytmadim. Aqsoqolda. 22 ta nevara, 24 ta chevara bor. Bularda aldı evreге o'tib qolamiz, xudo xolasa. Ya oz qoldi. Aka ukalarimiz, bolalari ham mana shundaqa bizlarga Bir tugan inisken ağay, tanıganlar buna. Mahmudjon ağaya, Mahmudjon ağay buna köp jolu bilim berүү tarmagында эмгектенип бүгүн мына ардактуу пенсия жашында пенсионер болуп, элге кызмат кылып жүрөт. Alhamdulillah. Algıla. Uruşta turuş yok dep koyot ko. Tamak kelip kaldı endi. Урматтуу подписчиктер, көрүшкөнчө барыңар менен аксакал тааныгандар комментарийде жазгыла. Biz kanalımızda sizlerden жакшы комментарийлер күтөбүз. Дагы сиздердин атыңардан дагы аксакалды куттуктап коебуз. Благовещенкадан атайын Урманов ТВ үчүн мен Урманов Жамшит. Благовещенка айылы.